Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz 771, ya'ni Jewels and Stones, ya'ni olmoslar va oddiy toshlar deb nomlanadi. Bizga ikkita string berilgan, Jewels va Stones, ya'ni birinchisi olmoslar va ikkinchisi toshlar. Jewelsni ichidagi karakterlardan tashkil topgan string misol uchun Jewelsni tiplarini beradi. Misol Jewels degan bizda bitta quti bo'ladigan bo'lsa, uning ichida bitta A degan kichkina harfli va katta harfli A degan ikkita tipli olmos bor va undan tashqari bizda bir nechta oddiy toshlardan tashkil topgan stone bor. Har xillari bor. Misol uchun har xil toshlar bor. Shularning ichidan tekshirishimiz kerak bo'ladi. Agarda Stones degan qutini, ya'ni Jewels degan qutini ichida bo'ladigan bo'lsa, ana shuni bitta o'zgaruvchiga, ya'ni o'sha count ichiga qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda misol uchun birinchi element A demak Jewels ichida bor, shuning uchun 1 qo'shildi va ikkita katta harfli A ham bor. Shuning uchun yana ikkita qo'shildi va umumiy hisobda 3 ga teng bo'lyapti. Bu masalani ishlash uchun birinchi xayolingizga kelgan bu narsa list sifatida Jewelsni saqlab unga murojaat qilishlik. Buning uchun misol Jewelsni uzunligini m deb oladigan bo'lsak, Stones'nikini n deydigan bo'lsak, Stones'ni aylanish davomida karakterlarni birma-bir ko'rib chiqib tekshirishimiz mumkin. Buning uchun har bitta element kelganda mana bunga listga murojaat qilamiz. Bunda har bir elementga bittadan murojaat qilib chiqadi. Bunda bormi deb. Mana bu misolni ko'rib chiqamiz. Misol uchun bu stoneslar bo'lyapti, ya'ni oddiy toshlar. Mana bu esa jewels bo'lyapti. Biz mana bu yerdagi A tipidagi toshni jewelsni ichida borligini topishimiz uchun agarda list holatida qiladigan bo'lsak, mana birinchisini tekshirish uchun butun boshli arrayni tekshirib chiqamiz. Bunga murojaat qilamiz. Ikkalasi tengmi, ya'ni bormi deb so'raymiz. Ikkalasi teng emas. Keyingisiga o'tamiz va keyingisiga o'tib turib, oxirigacha boramiz va agarda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oxirida turibdi, shunda biz o'sha countni o'sha bittaga oshirib qo'yamiz. Buni o'sha bitta yomon tomoni har bitta element uchun boshdan oxirigacha jewelsni aylanib chiqish kerak bo'ladi. Boshdan oxirigacha bu jewelsni uzunligi n bo'ladigan bo'lsa, stonesniki n. Bu bizga o'sha n ko'paytirilgan m tezlikni beradi. Har bitta element uchun har bitta, misol uchun biz bitta elementni stonedan ko'ryapti, har bitta elementga murojaat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Endi buni bitta yaxshiroq usuli bor. Biz set dasta strukturasidan foydalanamiz. Bunda qanday bo'ladi? Demak, bizda bitta set bor. Setimiz shu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni ketma-ket emas. Shu bitta to'plamda joylashgan toshlar shu bitta qutiga solib berilgan. Aralashib ketsa ham, misol qarab turib xohlaganingizni bitta murojaat qila olishingiz mumkin. Ya'ni bizda birinchi karakterimiz A bo'ladigan bo'lsa, A setda bor yo'qligini bitta murojaat qilish orqali topishimiz mumkin. Ya'ni bu bir constant time'da shu bir marta murojaat qilish orqali topiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, listda agar topishimiz uchun listni uzunligicha to'g'ri kelayotgani, ya'ni bitta element topish uchun o'sha m marta murojaat qilayotgandik. Keyingisida ham yana buni aniqlash uchun yana m marta. Bunda esa o'sha m dan bir martaga tushdi. Bitta elementni topish uchun bir marta murojaat qilamiz. Ya'ni misol A ga keladigan bo'lsa, ya'ni katta harfdagi A ni olish uchun ham bir marta borligini tekshiryapmiz va bu ham o'sha constant time'da o'sha bir marta kod formati qanday bo'ladi? Birinchi list bilan ko'rib chiqamiz. Oddiygina bitta count ochib oldik va stonesni aylanishni boshlaymiz. Ya'ni bitta o'sha butun boshli stonesni aylanamiz va har bitta elementni tekshiramiz. Agarda jewelsni ichida bo'ladigan bo'lsa, countimizni bittaga oshirib qo'yamiz. Buning uchun tekshiramiz. Agarda hozirgi turgan element jewelsda bo'ladigan bo'lsa, countni bittaga oshirib qo'yamiz va oxirida countni qaytarib yuboramiz. Bu uslubda, ya'ni list bilan ishlaganimizda
faqatgina 2% foydalanuvchilarni yengib o'tdi, 4 millisekund tezlik oldi. Buning time complexity'si big O ni ichida eng ko'paytirilgan m bo'ladi, chunki n Stones'ning uzunligi, m bo'lsa Joules'ning uzunligi har bitta elementga murojaat qiladi Stones'dagi va m dagi har bittasini tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Shuning uchun eng ko'paytirilgan m bo'ldi. Space tomonidan oladigan bo'lsak, anchagina yaxshi natijaga erishganmiz. Big O ni ichida birga faqatgina biz mana bu yerda countni e'lon qildik. Shuni loopni aylanish davomida faqatgina natijasini o'zgartirib, misol uchun u 1 bo'ladigan bo'lsa, u 2 ga aylandi. Eskisi yo'q bo'lib ketdi. Faqatgina shu bittagina countning o'zi qoldi. Shuning uchun biz O1, shuning uchun Big O ni ichida O1 ga eng yaxshi natijaga erishdik. Ya'ni bu yechimni qilganimizda biz space tomonidan yutdik, lekin time tomonidan anchagina yomon natija qayd etdik. Endi set bilan ko'rib chiqamiz, ya'ni Joules'ni setga aylantirib yuboramiz. Buning uchun Joules teng deb turib, setni ichiga Joules'ni o'zini berib yuboradigan bo'lsak, o'sha ikkitali elementlar bittaga aylanib ketadi, ya'ni unique bo'lib qoladi. Ikkita katta harf A bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bitta katta harf A ni o'zida saqlaydi. Endigi holatda ko'rishingiz mumkin, 0 millisekundda 100% foydalanuvchilardan, ya'ni eng tez yechimni qildik. Bunda biz time bilan space ni o'lchadigan bo'lsak, time'da Big O ni ichida n qo'shilgan m bo'ldi. Stones'ni aylanish davomida, ya'ni uning uzunligi n bo'ladi va aylanish davomida faqatgina bir marta Joules'ga, ya'ni set shaklidagi Joules'ga murojaat qilamiz va bu bizga m plus m ni beradi. Bu n ko'paytirilgan m dan anchagina tez hisoblanadi. Faqat biz space'da anchagina katta trade off qilganmiz. Sababi Joules'ni setga aylantirganimizda yangi bitta dasta struktura ochiladi. Bunda eng yomon holatda Big O ni ichida m ga to'g'ri keladi. Chunki bitta Joules'ni ichida misol uchun 10 ta element bo'ladigan bo'lsa, hammasi unique bo'lsa, misol 10 ta deb oladigan bo'lsak, setni ichiga ham u 10 ta bo'lib ko'chadi va space'da biz trade off qilgan bo'lamiz. Lekin time tomonidan anchagina katta yutuqqa erishdik. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.